Assalomu alaykum, skuter quvani, skutershunosning ashaddiy muxlislari, obunachilari, sizlarga ertalabdan xudo xolasa skuterlarimizning narxlarini tanishtirib o'taman. Iloji boricha narxi, ma'lumotlari, tuzilishlarini iloji boricha ko'rsatib ketaman. Skuterlarning viberlarimiz ko'p. Shuning uchun bemalol pastda nomerlar aloqaga chiqib yoki Telegramdan xuddi shu modelni skrinshot qilasizmi, telefon qilib nomi bilan narxini aytsangiz, o'zim topib olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar. GT modellarimizdan 60 volt 2 amperligi 70 kV. Ya'ni 5 tali 6 tali narxlari bitta to'liq zaryadda 50 km dan 70 km gacha masofani bosib o'tadi. Tezliklari maksimum 60 tezda harakatlanadi. Oldi kolotishning orqasi jidkis tormozli bo'ladi. Tuzilishlarga e'tibor beringlar. Dugalari bor, baquvvat, eng baquvvatli qanotlari plasmassa qattiqdan ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, jidkisli motorlari 500 vatli motor bilan jihozlangan. Zadniy hamma skuterlarimizda zadniy funksiyalari bor. Bularda alohida aytib o'tib ketaman. Zadniy funksiyalari bor, danni bilishni bo'ladi. Hamma skuterimiz yangilangan versiyada, eski tovarimiz yo'q. Endi eng arzon skuterga keladigan bo'lsak, cho'ntak 14 modellarimiz 3 million so'mdan. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, GT modellarimizda 5 taligini 4 million 600 ming so'm, 6 taligini 4 million 800 ming so'mdan. Hech qayerda yo'q narxlar, faqat skutershunosda. Manzilimizni aytib o'tib ketamiz. Oldindan manzilimiz Farg'ona shahar Quva tumanida joylashgan. Quvani sentridan Tolmazorga chiqib ketishdi. Abu Hanifa jome masjidiga yetmasdan chap qo'lda. Endi bitta qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, obuna bo'lib ketishdan chiqmasin, bizni kuzatib turganlar. Xudo xolasa hammasi sifatli, original mahsulotlar. Akkumulyatorlari naq 20 amperli akkumulyator qo'yilgan, ya'ni Xitoy original. Buni qo'qon ishi ham bor. Endi hammani savdosiga baraka. Men ular yomonlamayman. Qattiq olgan bo'lsangiz ham nasib. Biz faqat o'zimiz zborkasiga kelgan Xitoy akkumulyatori bilan jihozlaymiz. Ko'rishlarimga aytdim, 4 million 600 ming so'mga 4 million 800, 5 tali 6 tali. Keyingisi Dimash brendiga tegishli. Review Dimash brendiga tegishli HMS modelimiz. HMS nomi. Ko'rishingiz mumkin, 4 million 500 ming so'mdan. Hech qayerda yo'q narxlar. 5 ta akkumulyator, oldi jidkis bo'ladi, orqasi kolotishni 500 watt motor, 60 tezda harakatlanadi, bitta to'liq zaryadda 50-70 yuradi. Keyingi modelimiz TK modelimiz. Bu ham shunaqa maksimum 60 tezda, lekin orqasi jidkis tormozli bo'ladi, motorlari 500 watt, orqa baklarigacha yonadi. Tabloda 60 tezda harakatlanadi, zadniy rejimlari bor, hamma funksiyalari mavjud. Ko'zlarini qarang, chaqnab turishini, ranglarini qarang, qora, ko'k, hamma ranglarida bor. Balonlari 3.0 ga 16 ga 3.0, oldi koloshining orqasi jidkis tormozli. Bularning narxi 4 million 800 ming so'mdan. Hech qayerda yo'q narxlar. Olib ketaverasizlar, $400 5 ta akkumulyatorli, orqada alohida signallar bor, orqasi jidkis tormozli. Endi xuddi shuni 6 taligi bo'lsin, baloni qalinidan bo'lsin, hech kimda yo'g'ini minaman deganlarga oldi aynaklari bor, start stopli, 6 ta akkumulyatorli, motorlari 800 watt. Orqa baklari 4 burchak, tezliklari 60, yurish kilometrlari 50-70 km o'rtacha masofani bosib o'tadi. Xuddi shu modelimizni baloni qalinrog'i. Oldi jidkisli bo'ladi, bularga orqa. Bularning narxini 5 million 300 ming so'mdan qilib beraveramiz. Bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Hammaga mashhur Maxluq TM modelimiz. Balonlari 12 ga 90, 6 ta akkumulyatorli, sidinalari uzun, kishi bemalol harakatlansa bo'laveradi. Baklari bor, motorlari 800 watt. Eng baquvvatini xohlaganlarga zadniy rejimlari, hamma funksiyalari bor. Katta skuterlarga o'xshab, pultda ham, kaltda ham yurgisiz bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin tablolarini, zadniy rejimlari, sport rejimga qo'yib bosadigan bo'lsa, ovozini qarang, hozirki. Start stop borligi uchun qarang, chiyillayapti. Tez chiyillaydi. Bunimizning narxini 5 million 400 ming so'mdan qilib beraveramiz. 6 million sotishayotgan bir vaqtda skuter quvani, skutershunos obunachilarga 5 million 400 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz faqat kelishtirilgan holda. Firmas Agnat firmasiga tegishli M7 modelimiz, dugali 6 ta akkumulyatorli, 60-65 tezlikda harakatlanadi. Tezlikni xush ko'ruvchi akalarimizga juda bob model bo'ladi. Iloji boricha tez-tezda gapirib o'tib ketaman, video cho'zilmasligi uchun. Alohida oxirgacha eshitganlarga kattakon rahmat. Narxlarini qarang. M7 dugali modelimizni, tumankalari bor, zadniy rejim, kolonka, mikrofon, telefon pastavka, hamma balobattarlari bor. Oyoq qo'ygan patnoshkalargacha hamma funksiyalari bor. Tezliklari zo'r, motorlari 1000 wattli, orqa oldi jidkis tormozli. Narxini 7 million so'mdan qilib beramiz. 7 million so'mdan. Keyingisi GT'ning baloni qalini. Ko'rishingiz mumkin. Narxlari 5 million 350 ming so'm, 5 million 300 ming so'mdan qilib yuboramiz. 6 ta akkumulyatorli, bitta to'liq zaryadda 50-70 yuradi, tezliklari 60,
ZL9 modelimiz, hammaga mashhur tumankalari, kolonka magnitofonlari bor. Aporni diskada, oldi orqa tormozli 6 ta akkumulyator 60-65 tezlikda harakatlanadi. Bunimiz narxi ham 7 million, 6 million 900 ming so'm bor baraka. Keyingisi ZB modelimiz, hammaga mashhur 650 dollardan sotilayotgan bir vaqtda sizlar uchun 7 million kizam deyman. 7 million so'm narx qo'ydik. Tuzilishlarga ahamiyat beramiz. Aporni diskada oldi orqa tormozli akkumulyatorlar 70 volt 20 ampere, 6 ta akkumulyatorli. Orqada ham 2 knopkasi bo'laveradi. 200 kilogacha yuk ko'taradi duganli modellarimiz. Bularimiz 150 kilogacha yuk ko'taradi. Narxlarini qarang. ZB modelimizning narxi, kolonka magnitofon bor. Tumanka bor, dugalari bor, oldaynilari bor, tablolari yangilangan versiyada. Hamma yo'q yangilangan versiyada, eski tovar yo'q. Narxi 7 million so'm ZB modelimiz. Keyingi modelimizga keladigan bo'lsak, yana o'sha 6 tali, 5 tali GD modelimiz, 6 talisi 4 million 8, 4 million 35 taligi. Bu ham xuddi shunaqa. Keyingi hammaga mashhur Tesla modellarimiz, qarang mana bu yerda ham bor ekan, yashil, ko'k, qizil rangidan bor. Mashhur bo'lgan Tesla modellar. Narxlari ham bomba narxlarda. Ko'rishingiz mumkin. Orqada qanot qo'ymaydigan tugalari bor. Ikki kishi bemalol harakatlansa bo'laveradi. Buni bilgan biladi, minganlar ham biladi. Kim o'rtog'ida bo'lsa, kimda bo'lsa kommentariyada belgilab ketsin. Ham zadniy rejimlari bor, orqasi tormozli, sirazu o'sha yerda joyida, kurs kontrollari bor. Ko'rishingiz mumkin. Orqada LED faralar yonishini qarang, ahamiyat bering. Hech kimda yo'q. Qarang, yonishi. Tormoz bossiz qizil stoplar yonadi. Parutnilari ko'rsatib turadi. Qarang. Ayrim skuterlarimiz shunaqa, pavrotnilar ham pastda, ham tepada ko'rsatadi. Fullida bu, hech kimda yo'g'i. Bemalol mahallada maqtansangiz bo'laveradi. Pavrotni o'chirib qo'yamiz, skuterdan o'chiramiz. Bitta to'liq zaryadda 50-70 km masofani bosib o'tadi, 150 kilogacha yuk ko'taraveradi. Qizil, yashil, ko'k ranglardan bor. Narxlari 4 million 600 ming so'mdan. Qaranglar, 4 million 600 ming so'mdan narxlari bomba. Ko'rishingiz mumkin. Narxlari qimmat deydi-ku, puliga yarasha, xuddi xolasa sifat. Puliga sifati albatta javob beradi. Xudo xohlasa shunchadan beri ishlab kelamiz. Отказ degan narsani ko'rmadik, qaytarib yuborishli, bunaqa chiqibdi degan narsalarni eshitmadik. Nimaga desangiz, ham yo'q, original, aldash yo'q. Bizdan ketgungacha, ketgungacha emas. 16 cho'ntak baquvvatidan o'xtarayotganlarga oldi tormozli 16 ga 3 nol redline palasada, oldi savatkalari, ro'zg'orbop model, orqa baklari hammasini kaskasi, jileti обязательно qo'shib beradi. Dugalilardan tashqari kichkina skuterlarda kaskasi, jileti обязательно qo'shib beriladi. 16 cho'ntak modellarimiz 500 vatli motor, prujinkalar o'sha baquvvatidan qo'yilgan, orqasi original kolodchnik, qanotlari temirdan, oyoq qo'yadigan patnoshkalar bor. Eng full varianti, sadniy rejimlari bor. Ko'rishingiz tablolar 25 tezda cheklangan tezlik, disk rejimlari ham bor. Bakovlar, kurs kontrol, hamma rejimli funksiyalar shunda jamlangan. Bunimiz narxini 3 million 950 ming so'mdan qo'yamiz. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqarasizlar, 3 million 950 ming so'mdan. O'zbekiston bilan dastavkani kelishtirib qilib beramiz. Keyingi elektronli velilarimizga keladigan bo'lsak, elektronli IC base velilarimiz 450 dollardan 5 million 400 ming so'mdan qo'yganmiz. Baquvvat. Biz endi elektronli veli prava so'ralmaydi, qiziqishga olib kelib qo'yilgan. So'ragan mijozlarimizga juda velida ishqiboz mijozlarimiz ko'p. Alyumin ramada baquvvat 26 ga 0 balon 750 watt motor. Otoskuterlar motori bilan bir xilda. Qanotlari sinmas plastmassadan ishlangan, tablolari bor, signallari taylardan yonadi, qarang. Funksiyalari juda chiroyli ishlangan. Fanarlari, signallari 7 ta skorost zaryad tugab bosib, bemalol charxda minib ketsangiz bo'laveradi. Narxini 450 dollardan qo'yganmiz. Bitta to'liq zaryadda 70-60 km masofani assistentda bosib o'tsa bo'laveradi. Gibrid hisoblanadi, ham gazochkada, ham pedalda zaryad tugab bosib, bemalol minib ketsangiz bo'laveradi. Buning narxini 450 dollar qilib qo'yganmiz. Bitta tez aytib o'tib ketamiz. Hammasiga ulgurishimiz kerak. Kimdirlarga skuter kerak bo'lmasa, kimdirlarga 3 g'ildirali muravilarimizdan kerak. Bunaqa yuk toshigani, yumshoqroq modellarda o'xtarayotgan bo'lsa, usti yopiq chapali modellarimizni xudo xolasa bitta narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. 1 tonnali yukka moslangan bog' dalasi bor akalarimizga 3 xil, 5 xil, 4 xilini olib kelib qo'yganman. Baloni qalinadan deydimi, tanka, samolyot balonmi, hammasidan bor. Ko'rishlari mumkin. Eng arzon skidkaga qo'ygan invalidli modelimiz hech kimda yo'q. Qarang, 5 ta akkumulyator 50-70 km masofani bosib o'tadi. Ixchamgina ham yoshlarga sidina bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Qarang, ne qiladigan bo'lsangiz, bitta sidina bo'ladi. Buni aylantirib turib, bu knopka orqali, bir dona knopka orqali buni o'ziga oldiga surib turib, bemalol ixchamgina o'zi minib ketsa ham bo'laveradi.
xarajat uchun baklari bor. 8 ga 3.0 balon. Ham oyoq tormoz, ham qo'l tormoz bilan jihozlangan faralari, tablolari original tabloda. Yana bitta knopka orqali oyoqda ishlatsa ko'radi buni. Buni yana bitta og'daradi. Orqasiga nevaranimi? Keyin ham mindirib, aylantirib keladi. Masjidga, xatmlarga borgani juda zo'r model. Narxini qarang. $500 dan qilib qo'yganmiz. 6 million so'm. 6 million so'mdan hech katta yo'q 3.50. Eng arzoni. Endi buni full raw variantini oqtarayotganlarga xuddi shu modelimizni full raw varianti ham bor. Buning narxi $50 qimmatroq bo'ladi. O'sha funksiya o'shani bajaradi, o'sha kilometrda yuradi. Balonlaricha kattaroq, bagatiroq qilib ishlangan. Bundan ko'ra mana yonma-yon qilib ko'rsatganda ham kichkinaroq, bu kattaroq. Bu ixchamroq bo'ladi. Qo'pol emas. Oldi tormozli kolonka magnitofon bor. 6 million 600 ming so'mdan narxlari, ham so'mda ham dollarda aytaveraman. $550 ga 6 million 600 ming so'm. Baquvvat ko'rishlari mumkin. Ichlari ham ko'rinmaydi. Oldida sidinachasi yo'q, faqat akkumulyator sonlari bir xil, motor quvvatlari ham bir xil. 650 watt motor bilan jihozlangan. Hammaga mashhur 300 kiloli modellarimiz, oldinlari bor, kolonka magnitofonlari bor, amortizatorlari baquvvatidan qo'yilgan, tumankalari to'rtta qilib ishlangan, ranglari qora, ko'k, seri ranglarida bor. Kolonka magnitofon, avariya sistema, zadniy rejim, ruchnoy tormoz, oyoq tormozlari, palishniy sistemalari, tepaliqqa yuk bilan tashaverasiz. Buni modellarimizni ko'p reklama qilganmiz. Buni gapirishga hojat yo'q. 70-80 km masofani bosib o'tiradi. 6 ta akkumulyatorlisini 9 million 500 ming so'm qilib beramiz. 5 ta akkumulyatorlisini, qarang, 5 ta akkumulyatorlisini skidga qo'yib beramiz akalarimizga. Xuddi shu modellarda minib pole sezonda deganlarga eng arzon qilib skidga xuddi shunaqalarni 5 ta akkumulyatorlisini nechtadan qo'yib beraylik. 9 million 100 ming so'mdan mayli mana xarid etib ketinglar. 5 ta akkumulyatorli nima farqi? Razgomida farq qiladi xolos. Yurish kilometri bir xil, yuk ko'tarishi ham bir xil, tortishi ham bir xil, jiddiy qo'zg'alish razgomida farq qiladi. Endi yumshoqroq model oqtarayotganlarga balonlari 3.0 ga 10 bo'lgan, balonlari kattaroq bo'lgan, yumshoqroq modelimizni olib kelib qo'yganmiz. Orqada ikki kishini, oldida o'zi bir kishini bemalol harakatlantirib olib kelsa bo'laveradi. Orqalari yukxona bo'lish xususiyatiga ega, sekkalari bor. Buni bitta odasi sidinani yukxona bo'ladi. Telefon postavka, kolonka, bakovoy, hamma buni ham balobattarlari puplargacha bor. Bemalol 5 ta akkumulyator 20 amperli 50-70 km masofani bosib o'tadi. Ranglarini qarang, o'ta chiroyli, qora. Endi bachkana turibdi, salafanlar olganimiz yo'q. Xudo xolasa uyda maza qilib o'zlaring olib, minib yuraverasizlar. Nevaralarni bog'chaga, maktabga olib borib kelgani yaxshi edi. Endi menga qiziqqan joyim bu yiqilib ketmaydi. Balonlari bortdan tashqariga chiqqan. Ancha-muncha yiqilishdan saqlaydi. Xudo xolasa unaqa voqealar bo'lmasin. Orqada xarajatni solib, bozor o'chog'i qilib, bemalol kelsangiz bo'laveradi. Qarang. Men sizga iloji boricha to'liqroq tushuntirib beraman deyman. Nima alohida video qilamiz, xudo xolasa mana shu spravkalari bor. Orqada xarajat uchun joylari, sondiq bo'lmaydi, bu yukxona bo'ladi. O'tirasizda, bozorda qilasizda, qovun to'g'ri solib olib kelinaveradi. Xudo xolasa eng full variantda narxini 7 million 400 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Dastavkalarimiz kelishilgan holda. Xudo xolasa narxiga sifatli javob beradi. Boshqa joyda 7 million so'mdan xuddi shu model sotgan bo'lishi mumkin. Buni akkumulyatorni bilmaysiz, miyasini bilmaysiz, motorini bilmaysiz. Buni 8 vattlisi bor, 600 vattlisi. Mana motorni manunga bosib qo'ygani bu. Bu 8 vattli motor bilan jihozlangan baquvvat model. Keyingisi eng baquvvatidan, yumshog'idan, bundan ham zo'ridan so'rayotganlarga orqasi 1 metrli qilib ishlangan. 2 kishini, даже 3 kishini olib kelsa bo'laveradi. Yumshog'ini qarang, telefonda bilinmayapti. O'ta yumshoq model, balonlari bortdan tashqariga chiqqan, 3.0 ga 10, saka diskali, oldi tormozli, 5 ta 39 amperli akkumulyator. 70 km masofani indamay bosib o'taveradi. Kolonka magnitofon, hamma funksiyalar bor. Narxlarini $700 dan qilib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu nimaga qimmat deganlarni minib ko'rsangiz bilasizda. Do'konimizga kelib, bemalol minib ko'rib, xarid qilishlaring mumkin. Bunimizning narxi 7 million 400 ming so'm, bunimizning narxi $700, 8 million 400 ming so'm. Stakanchi modellardan oqtarayotganlarga 539 amperli akkumulyator, xuddi shu yukka moslangan akkumulyator bunga qo'yilganda 539 amperli akkumulyator, qarang. 50-70 km masofa, kaska, zaryadchi hamma yo'q qo'yilgan. Buni 20 amperli zaryadchiligi bor, 20 amperligi bor, 39 amperligi bor.
20 amperligini $650 qilib beramiz, 39ligini $700 dan. 8.400.000 so'mdan. Narxi bir xil. Amalizator baquvvat sakadiska pakrushkalar ancha-muncha tikonni mensimaydi bu pakrushkalar. Bundan ko'ra, bu baquvvatroq bo'ladi pakrushka. Yukka moslangan, chunki alyumin diskada amalizatorlar uzunidan qo'yilgan, kolonka mikrofon, oldingi tablolari yangilangan versiyada, metallari qalinidan bikir. Buni ham yukxona, ham o'rindiq qilib ishlatsangiz, bozor o'choqda juda yaraydigan model. Hozir ne ko'rsataman? Ne qilsiz yukxona orqalari ochiladi. Bemalol yukka moslasiz bo'laveradi. Stakanchi 200 kilolik stakanchi modellarimiz deysizlar. Narxlarini buni ham to'g'ri qilib $700 dan qilib beraveramiz. $700 dan 100.000 so'm sunnatiga o'tib berar ekanman. Obunachilarimizga 100.000 so'm sunnatiga o'tib beriladi. Bemalol olib chiqarasizlar. Speedway bunimizning narxi $670 dan. Hech kimda yo'q narxlar. Speedwayniki faqat seriya rangidan $670 dan, baquvvatidan xuddi shunaqa model. Jichcha tumankisi ikkita qo'yilgan, chunki buni shuni hisobiga endi funksiyalarda farqi bor. O'shuni hisobi bu full raw varianti bo'lsa, bu $670, arzonroq versiyada ulgurib qolamiz. 5-6 ta qoldi. Bu modellarimiz narigi bilan bir xil $700 dan 100.000 so'm xayriga o'tib beriladi. Keyingisi ham yukka bas, faqat yukka o'rindiq bo'ladigan model. Ne qilsangiz o'rindiq bo'ladi. Orqalari uzunroq qilib ishlangan. Bunimizni $690 dan qilib beraveramiz. Oldi stormizli bo'ladi. Balonlari 12.250 uchun yo'l qilingan. Buni 300 kilolik narxlarini aytdim. 9.5 million so'm. 5 ta akkumulyatorlisini ko'rishlaring mumkin. 5 ta akkumulyatorni nechta qilib beraman dedim. 9.200.000 so'mdan o'zimizdan xarid qilaverasizlar. Endi keldik kapali modellarimizga keldik. Hech kimda yo'q. Kattasini minaman, zo'rini minaman degan xorij tog'alarimizga, opalarimga, sizlarga zo'rlarini olib kelib qo'ydim. Hozircha bu xorij tog'alarimizga, kattarog'idan o'xtarayotganlarga qarang, ham pultda ham kalib yuraverasiz. Kamera, zadniy kameralari bor. Bitta zadniy yoqasiz kamerani qo'yasiz. Bitta funksiyalarni aytib o'tibman. Dvorniylari, zadniy kamera, oldi jitki tormoz, ruchnoy sistema, oyoq tormoz, telefon zaryad oladigan joy. Balonlari aytganimdek jitkisi sakadiskali. Menga yoqqan tomoni palejniy sistemalari bor. Qarang. Hoji aka, tepaliqqa chiqqani qiynalyapsizmi? Motoringiz kuyib qolmasligi uchun siz o'ylagan holda eng fulli, ozgina pul qimmat bo'lsa ham ishingizni bajaradigan baquvvatidan olib kelib qo'ydim. Orqalari yukxona bo'ladi. Aytganimdek, orqalarini bitta kalit yordamida ochib turib, bemalol yukxona qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Hozir bitta o'zim olayotganga hech qiynalyapman mana. Atroflari yopiladi, tentlari bor. Motor akkumulyatorlari 60-39 amperlik. Tentlari qishda ham bemalol minsangiz bo'laveradi. Atroflarini yopib, sovqatilmaydi, qishda sovuqurmaydi. Dvorniylari, telefonni zaryad oladigan USB largacha qo'yib qo'ygan. Telefonlar zaryad tugab qolmasin. Ranglari malochning, kir bo'lmaydigan ranglarda. Temir, orqalari temir, xonalari ham temir ishlangan. Suyanchiqlari bor. Orqada ham suyanchiq, orqa aynaklari, patologlarini qarang, oppoqdan qilib qo'yilgan. Narxini qarang. Narxini obunachilarimizga 12.700.000 so'mdan qilib beramiz. 13.5 million sotishyapti, xuddi shu modelni. 20 amperligini 13 million sotishyapti. Qaranglar, 20 amperlik. Men sizga 60 ga 39, 50-70 km yuradigan baquvvatidan olib kelib qo'ydim. Buni 20 amperlik qilib beramiz. Narxi albatta tushadi. Nimaga desangiz, 20 amperda ichingiz chiqmaydi. 20-30 km yurasiz, tez zaryad tugab qolasiz, yana zaryadga qo'yasiz, ichingiz chiqmaydi. Bunda 50-70 km o'rtacha yurganingizda maza qilib ishlatasiz. Hozir tog'a orqa zadniy kameralarni qo'yib qo'ygan joyini qarang. Mashinangizda yo'q zadniy kamera, xuddi shu elektronli suti yopiq modelimizda bor. Endi xuddi shuni ayollarga ham mosini ko'rsating. Bu bizga qo'pollik qilyapti degan ayollarimizga bundan da zo'rini olib kelib qo'yganman. Qaranglar. Bu kattarog'i. Yonma-yon qo'yganda ham bittada bilinadi. Endi xuddi shu invalidli modelimizni qarang. O'ta ixchamini olib kelib qo'ydim. Nevarani oldiga qo'ying. O'zingiz o'tiring. Bitta ko'tarib turib, buni bitta o'tiradigan bo'lsangiz, qarang. O'ta ixcham-ku, bitta yoqasiz. Eng zo'rini olib kelib qo'yganman. Bakoylari bor, ko'rishlaringiz mumkin. Parkovka rejimlari bor. Bitta gazni bosasizda yurilaveradi.
Nasa opalarimizga usti yopig'i, o'g'illarni qizlarini bog'chaga tashlab kelgani, orqada joylari bor. Oldida ham bemalol kelsa bo'laveradi. Shabada urmaydi eng qizig'i. Buni tentlari sezonda keladi. Albatta chiroyli qilib beramiz. Yangiliklarimiz kelyapti. Bugun tezda video qilib qo'ydim. Kuzatib, obuna bo'lib tursalaring, albatta bundan-da zo'rlarini qo'yamiz. Usti yopiq variantimiz 5 ta 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan 50-70 km masofani bosib o'tadi. Ustilari yopiq, atroflari ochiq bo'lsa ham usti yopiq, oldidan shabada urmaydi. Oldi tormozi, qo'l tormozlari bor, dvorniklari ishlaydi, ballonlari bortdan tashqariga chiqqan 3.0 kattasidan ishlangan. Qarang, ixchamligini. Buni sidinani bitta surish orqali, bitta sidinani surasiz. Sidinani bitta surasiz. Ixchamgina bo'ladi, orqada xarizasining joylari bo'ladi. Yosh katta qo'shdog'larimizga ham akalarimiz so'qatyapti. Qishda nima qilaman, kasal bo'lib qolmasin degan akalarimizga ham usti yopiq ixchamlab yopamiz. Buni eplanmasa, bu modelimizdan bor. Soni cheklanmagan, albatta aloqaga chiqarasizlar, ishlayni albatta chiroyli qilib bitirib beramiz. Narxini xuddi shu skuter bilan bir xil qilib 700 dollardan to'g'ri qilib qo'ydim. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Qimmat emas. Luboy joyda surishtiring. Siz arzonida oling, bir oydan keyin yuzi burchakda yotmasin. Xudo xolasa xizmatingizni qiladi, maza qilib minasiz. Endi 1 tonnali motorollarni "Jitcha ishga minaman baribir" degan yangilik olib kelib qo'yganmiz. Qani, ishga minaman, jitcha turib qo'ygan basu, uringani bormi degan akalarimizga o'zimiz shu skladdan narsa olib chiqib, olib kirib, xuddi shu ahvolga kelib qoldi. Hech qanaqa aybi yo'q. Tablolari 0 kilometr yurganini ko'rsatmaydi, 0 ko'p yurmagan. Shu bolalar skladdan olib chiqib, skuter belli qilib, hani akkumulyatorlarga keladigan bo'lsak, 5 ta 39 amperlar, 5 ta 70 amperli akkumulyator ekan. Mantalarni ochib ko'rsataman. 5 ta 70 amperli akkumulyator. Hani narxini mana shu shakallat qilib qo'yib yuboramiz. Ishga miniladi baribir, dalaga minadi, xo'rlanadi. Kilometr 50-70 yuraveradi. Zaryadchilari bor. Akkumulyatorlarni ko'ring, 5 ta 70 amperli. Bu chaynigi uchun kirib ko'rinyapti. Yillari yangi. Xudo xolasa oyoq tormozlari hamma yo'qlari joyida, bortlari 180 ga 130. Xo'ba, 180 ga 130, zanglari hech qanday ko'chgan joylari yo'q. Oldilariga ko'ring, prujinalari baquvvat qilib ishlangan. Buni biz narxini 950 dollarga beraveramiz. Endi 500 kiloli model so'rayotgan akalarimizga 1 tonnali ko'plik qilyapti. Ixchamroqdan bo'lsin deganlarga 5 kilolini olib kelib qo'yganmiz. Qani. Ko'rishlaringiz mumkin. Ashi shakalat 6 ta 61 amperli akkumulyator, yuk ko'tarishi 500 kg. Oldi kishini bemalol olib kelsangiz bo'laveradi. Aynaklari oldi aynaklari katta qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Kolonka magnitofon bor, telefon postavka bor, Cobalt tutlar o'g'irlangan. Cobaltdan g'irt o'g'irlangan. Kaska, jilet, balobatlar hamma qo'shib beriladi. Akkumulyatorlar aytganimdek 61lik baquvvatidan qo'yilgan, 500 kg, bortlari 1.10 ga 1.60 qilib ishlangan. Narxini qarang, 930 dollardan. Hech kimda yo'qna. Bemalol o'zimizdan xarid qilaverasizlar. Albatta, Vodiy bo'la dastavkasining kelishini holda qilib beramiz. Bularimizni Qashqadaryo, Surxondaryoga dastavkalari yo'q. Kechirasiz. Undan o'zlaringni olganlaring ma'qulroq. Yaxshisini topib, o'zlaringni olganlaring ma'qulroq tushadi. Qilib beraveramiz dastavkasini. Qimmatga tushib ketadi. Men sizlarni o'ylagan holatda narxlarini o'shani olganlaring, cho'ntaklaringga ham, ro'zg'orlaringga ham bo'lib tushadi. Buni qilib beraveraman 100 dollar, 150 dollar zabafga minadi. Undan aşağıdan 55 dollar, 70 dollar qimmatga olganingiz yaxshi. Endi 1 tonnali 180 ga 130, bortlar 60 cm zapas ballonlar, hamma yo'qlari bor ekan. Ranglari qora seri ranglarda bor. Buni bitta olib kelib qo'ydim, har xilidan qilib. Oldi kolotchni, amortizator prujinali, oldilari to'siq 1 tonnali baquvvatidan oqtarganlarga balejniy ruchnoy sistema 68 amperli akkumulyatordan 6 ta joylashgan. 50 kilometrdan 80 kilometrgacha yuraveradi. 1 tonna 200 yuk ko'taraveradi. 2000 watt motor. Qani 2000 watt motor, 2000 watt miya. Risollari prujinali, ikkita prujina, ikkita risol baquvvatidan qo'yilgan. Qani ko'rsataman. Qani risolar ikkitalik, prujinasi ham ichida ikkitalik, vakuumlilari ham ikkitalik. Tuttadan, hamma tomonda tuttadan. Motorlari 2000 ga 2000. Baquvvat 68 amperlidan ko'rishingiz mumkin. 6 ta joylashgan, temirlari ham o'ta baquvvat qilib ishlangan. Ancha munchaga vanna berib yormaydi. Orqalari ham o'ta neabishni, indamay 1 tonna 200 olaveradi. Narxini qarang, 1130 dollardan bor aka. Keyingimiz
58 amperlikdan 5 ta 1100 dollarga baraka qilib 1 tonnalik. Oldilaridan ham ko'rsataman. Akkumulyatorlari 58 likdan 5 ta joylashgan, motorlar 1800. Ko'rishingiz mumkin. Har xil olib kelib qo'yganman. Endi pulga yarasha narsa, xudo xolasa xizmatingizni qiladi. Men yomonlamayman. Tez-tezda narxlari ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. 50-70 kilometr masofani bosib o'taveradi. Buning narxini 1100 dollardan qilib beraveramiz. Endi oldish tiklisini so'rayotgan mijozlarimizga balonlari 5.0 qilib ishlangan. Oldilari to'siq, dugalari bor, retfara tumankalari bor. Даже maytda pul soladigan cho'ntaklargacha bor ekan. Oldida 2 kishini olib kelsa bo'laveradi, maytlari hammasiniki sidina bo'ladi. Hozir vaqt yetmayapti, alohida obzor qilgan zapas balonlari bor. 12 ta zapas balonni qo'yib qo'yibdi. Metallari o'ta baquvvat. Ko'rishingiz mumkin. Taylarini, motorlari 2000 70 amperlikdan 6 ta joylashgan, risollari 2 talik, burjinali 2 talik, vakuumliklar 2 ta qo'yilgan. 5'ini olgan. Narxi 1150 dollar. 1150 dollardan xarid qilishlari mumkin. Bikir narsa, baquvvat narsa. Birinchi ko'rda avtomatik o'zi to'xtab oladi. Mana shu oldish tormozi, ham qo'lda ham oyoqda tormozlari bor. Endi xuddi shu modelimizni baloni qalinidan so'rayotganlarga baloni qalinidan olib kelib qo'yganmiz. Hozir mana baloni qalini, cho'ntaklari bor, xuddi shu baquvvatidan oldi 3 kishini harakatlansa bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'llari qo'shib beriladi. Cho'ntak-pontaklari, oyoq tormozlari bor, kolonka mikrofon bor, ko'plar zapas pultlargacha oldanilar kattasidan qo'yilgan. Oldilari ham baquvvat qilishlangan. Balon qarang, samolyot balon. Tanka balondan qo'yilgan. 5 tishli bo'ladi, 5 ta porsionli. Baquvvat 2000 ga 2000. Amortizatorlar qarang, baquvvatligini, prujinali, ham vakuumli. Bag'omoslari qalinidan 70 amperlikdan 6 ta joylashgan. 180 ga 130 bort. Zapas baloni bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bortlari ham balab qilib ishlangan. Bemalol patnis bo'lish xususiyatiga ega. Nargilar ham baxillar patnis bo'ladi, ko'rgan bo'lsalaring. O'sha baquvvati hech kimga yo'g'ini minaman deganlarga samolyot balonda 1200 dollarga olib kelib qo'yganmiz. 1250, 1300 sotilayotgan bir vaqtda 1250, 1240, 1200 dollarga baraka qo'raveramiz. 1200 emas, 1190 ga beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Videoni oxirigacha kuzatib turganlarga kattakon rahmat. Assalomu alaykum.